Endi Gold ukamizga dars bo'ldi. Zo'r bo'lgan paytingda hamma taniydi seni. Singan paytingda sen hammani taniysan. Bu mavzuda gapirmagan bitta men qoluvdim. Internetga kirishim bilan shu Gold yutkizib qo'ydi. Bir qop mushoy ekan, kartochkek. Azlar, endi ko'pchilik aytishi mumkin. Senga nima, sen gapirma deb. To'g'ri, menga farqi yo'q. Lekin Gold bilan salomaligimiz bor, men yaxshi taniyman bu bolani. Zalotoy bola, o'zi aniq derski ko'ringan bilan ko'yini bo'sh zalotoy inson. Xo'p, men endi o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, u ham atay qilmadi shekilli, o'zini vatanida, enotasini oldida do'sti bor, dushmani bor. Yutkizaman deb chiqqan yo'q endi. Taqdirida shu narsa bo'ldi endi azlar. Endi yutgan paytda qo'llagan insonlar yutkizgan paytda endi unaqa yozish xato endi. Yutish bor yerda yutkizish bo'ladi-da. Gold mavzusidan kelib chiqib gapiryapman. Agar tarixga boqadigan bo'lsak, tarixda ham zo'r kuchli chempionlar bo'lgan. 10 marta, 20 marta, 100 marta yutganda hamma qarsak cholgan. 2-3 marta yutkizgandan keyin tarix o'z gapini gapirgan, esdan chiqargan. Xo'p, nima demoqchiman? Kommentariyalarda o'qiyapman, sen anaqasan, maqtanmaslik kerak edi, anaqa kibr qilmaslik kerak edi. Ayb o'zimizda-yu, o'zimiz paxta qo'yib, ilohlashtirib qo'yapmiz. Oyoq yerdan uzilgandan keyin Alloh jugamni tortadi kaneshni. U yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan iymon keltirganmiz. Bu kuchni bergan ham Alloh, kuchni olgan ham Alloh. Ukamiz ham xolamagan yutkizishdi. Yuzim yaraq bo'lsin deb chiqqan. Taqdir o'z gapini gapiradi doim. Endi Gold ukamizga dars bo'ldi. Zo'r bo'lgan paytingda hamma taniydi seni. Singan paytingda sen hammani taniysan. Gold ukam omad, gazini bosib biratishga.